Assalomu alaykum. Men O'tbosarova Nargizaman. Prof kurs o'quvchisiman. Yoshim 35 da, oilaliman. 5 ta farzandli oyijonisiman. Alhamdulillah. Bugun bizga Zafarbek juda ham chiroyli amaliyot darsi o'tib berdilar. To'g'risi men bu darsni juda ham intiqlik bilan kutgandim. Haqiqatdan ham kuchimga arziydigan bomba dars bo'ldi desam ham bo'ladi. Bugun bizga mak terapiyasi o'rgatilindi. Boshida bu oddiy holatdek qabul qildim bu narsani. Mak kartalarini tanlab oldik hammamiz bittadan. Menga tushgan kartada ayol talqini tushirilgandi. Men boshida qarab turib, menga tegishli emas deb o'yladim. Oddiy fikrimni aytib o'tdim. Keyin yana qaytib savol berdilar. Men uni oddiy ayol deb qabul qildim. Lekin haligi har doimgidek Zafarbekga mohirona savollari u karta xuddi meni hayotimligini ko'rsatib berdi. Qachonlardir bosib o'tgan tajribalarimdan o'tgan Nargizani ko'rsatib berilgan rasmida. Hayotimda qachonlardir juda ham katta o'zgarishlar bo'lgan, mudhish yo'qotishlarim bo'lgan. Qachonlardir oddiy, sodda inson bo'lib yashaganman. Shu yo'qotishlarim sabab men sakrab o'sha turgan joyimdan chiqib ketganman. O'sha bo'lgan hayotimdagi o'zgarishlar tushirilgan rasm edi u. To'g'ri, oddiy rasm, lekin uni tagida juda ham katta ma'no, juda ham katta qanaqangidir yashirilgan qismlarim bor. O'zimni ayblab, o'zimni yopib olgan, ochgim kelmaydigan qismlarim bor edi. Men bu qismlarim ustida juda ko'p ishlaganman, lekin ular baribir menda bor ekan. Bugungi mak kartalarda bu narsa tepaga chiqdi. Qachonlardir o'zim yopib olgandim. Hatto umidim ham yo'q edi. Meni umidim faqatgina 5 ta farzandim, ular uchun yashayotgandek yashardim. Hatto maqsadim ham yo'q edi. Shunaqa paytlarda, eng og'ir paytlarimda, maqsadsiz yashab yurgan paytlarimda ongim, maqsadsiz ongim juda ham har xil ong o'yinlar yaratganda men ularda yashaganman. O'zim tushunmagan, o'zim bilmagan hayotda men yashaganman. Men o'sha Nargiz edim. Nimadir bo'ldiki, men psixologiyaga kirib qoldim va bitta anglagan narsam, menga ilm kerakligini anglab qoldim. Chunki men juda ham noaniq vaziyatda turgan edim. O'zimni yo'limni topa olmasdim. Tushunmasdim. Atrofimdagilar mendan nima so'rashyapti, nima uchun, nima bo'lyapti tushunmasdim, anglamasdim. Men katta tadbirkorman. Alhamdulillah, tadbirkorligimni ham kelayotgan pullarni ham hisob kitobini tushunmay, bilmay qolganman. Men atrofimdagilarni bosimga uchraganimda men hamma narsaga aybdorman deb o'ylab qolganman. Mana shu aybdorliklarimni isbotlash uchun, aybdor emasligimni isbotlash uchun hamma narsani pul bilan yopishga harakat qilganman va mendan juda katta summalarni men shunchaki berib yuborganman. Shunchaki oddiygina katta summalarni shundoq berib yuborganman. Men bu meni eng tan olib bo'lmagan haqiqat edim. Kecha bu narsalarni anglab qoldim. Yana bu yerda meni eng katta xatoyim deydimi, katta naqam ilmim yo'qligi uchun men bu narsalarga turib bera olmaganman. Keyin shu bilan ilm olishga kirishib ketdim. Juda ko'p ustozlardan o'qidim, juda ko'p psixologlardan konsultatsiyalar oldim. Hatto o'zim tushunmaydigan darslarida ham men o'qiganman. Hayotingiz o'zgarib ketadi, hayotingiz o'zgarib ketadi deb qayta reklamalar qilishgan bo'lsa, hamma psixologlardan o'qib chiqdim. Men ulardan noroziman yoki men ulardan anaqaman demoqchi emasman. Ular ham o'zlariga yetarlicha menga yaxshi bilimlar berishgan. Men ulardan ham minnatdorman. Hozir esa balkim o'sha bilimlarim tufaylidir, yana bilmadim. Sekin-sekin qanaqangidir yashirilgan qismlarim ochilib, o'zimni tan olganligim sari o'zligimga qaytishga boshladim va bu bilimlar uchun eng avvalo Zafarbekka minnatdorlik bildiraman. Men birinchi prof kursga kelganda birinchi darsdayoq men bitta narsani anglab yetdim. Ruhiy yuksalish darsini bizga tashlab berdilar. Ruhiy yuksalish darsida men ustida ishlaganman, o'tirib. Juda uzoq ishlaganman, bir kun mazam qochib qolganam. Men yana bitta narsaga nima qilganman? Men hayotim mas'uliyatini olishga o'rganganman. Men bu prof kursga kelib, borliqda hamma narsa hisob kitobli, hamma narsa tartiblanganligini anglab yetganman. Meni psixologiyaga kirib kelishim bitta anaqasi, kutuvim deydimi, bitta istagim deydimi, men hech qayerda o'zimni mas'uliyatim bo'ynimga olmaganman. Men psixologda o'qisam zo'r bo'lib ketar ekanman deb o'qib o'rganman. Shu anaqasiga kirib ketaverganman. Mana alhamdulillah 5 oydan beri prof kursda o'qib kelyapmiz. Shu 5 oy ichida ko'p insonlarga konsultatsiyalar o'tdim, o'z maslahatlarimni bera oldim. Men ularning ichki holatlariga yechim topa oldim Alloh izni bilan. Bu bilimlardan, shu Zafarbek bergan bilimlardan foydalanib, qaysidir ma'noda o'zligimga ham qaytdim.
Mhm. Man yana bitta narsani maslahatmi yoki bir fikrmi qilib sizlarga o'zimni anaqamni beraman. Bu prof kursi mani hayotimni o'zgartirib yubordi. Man bilaman, bu prof kursga muhtoj insonlar juda ko'p. Man bu prof kursda o'qishinglarni maslahat beraman. Bu prof kurs hammaga juda ham yoqadi. Eng birinchi o'rinda o'zligingizga, hayotingizga qaytishga yordam beradi. Chunki menga bu narsa yordam berdi, sizlarga ham yordam beradi. Man prof kursda ko'p haqiqatlarni anglaganman. Masalan, birinchisi mas'uliyatimni olishga o'rgandim. Hayotim egasi manligimni angladim. O'zligimga qaytdim. O'zimga nima kerakligini bildim. O'zimni kimligimni angladim. Bu anglovlarim natijasida menda ichki kengayish bo'la boshladi. Man hayotimda bir qadam oldinga tashlab oldim. Man uddalay oldim. Men ishonaman, sizlar ham uddalaysizlar. To'g'ri, bu oson emas, to'g'ri oson anaqa emas. Lekin inson qilgan ish inson qiladi. Men bilaman, balkim siz buning ichiga kirsangiz, juda ham mendan ham ko'proq natijalarga erisharsiz. Yana eng katta bir anaqam, men Allohga qaytdim. Allohga bog'lana oldim. Allohni ichimda qanaqangidir ilohiy nuri, ne'mati borligini anglab, ana shu hissiyot menga o'tirgizdirmay qo'ydi, harakat qidirishga undashni boshladi. Men hayotimda bir pog'ona ko'tarildim va bu pog'onaga siz ham chiqa olasiz. Hamma narsa oson, yashash ham oson, hamma narsa oson. Biz faqat qiyinlashtirib olganmiz. Qachonlargi ongimiz, qachonlardagi fikrlarimiz bilan biz faqat qiyinlashtiramiz. Hozir men ko'p insonlar bilan ishlaganimda ko'p insonlar bir-birlarini kechira olmaydi, bir-birlarini qabul qila olmaydi. Kimlardir pulsizlikdan qiynaladi, kimlardir kredit olib tashlagan, uni to'lay olmasdan yana qiynalishyapti. Har xil vaziyatdagi insonlar bilan suhbatlashib ko'rdimda. Men bu narsada bitta narsa maslahat bera olaman. Sizga o'zingizga siz o'zingiz yordam bera olasiz. Sizga hech kim yordam bera olmaydi. Chunki biz o'zimizga o'zimiz bilmagan holda zulm beramiz. O'zimizni tushunmaymiz, o'zimizni anglamaymiz, o'zimizni baho bera olmaganligimiz uchun biz faqat o'zimizni yerga uramiz. To'g'ri, bu bizga qachonlardir kimlar taraflaridandir o'qitirilgan dasturlar. Lekin bu narsalarni ham ustida ishlab, o'zingizga o'zingiz yordam bera olasiz. Qachonlardir Alloh bizni yaratganda qiynash uchun yoki qarzdorlikdan bir sinishingiz uchun yaratilmagansiz. Hozir muvaffaqiyatsizlikka uchradingizmi, qarzdormisiz, qiynalyapsizmi? Bu sizning yomonligingiz uchun yoki qaysidir gunohlaringizga javob beryapsiz emas. Bu shunchaki sizni shakllanishingizga yordam beradi. Agar muvaffaqiyatsizlikka uchrasangiz, balkim bugun qiynalayotgandirsiz, battar yiqiling. Qancha chuqur yiqilsangiz, shuncha o'zingizga yo'l topa olasiz. Qachonki bunga o'zingizga ruxsat bersangiz, o'zingizni ko'ksingizga qo'lingizni qo'yganingizda, ko'ksingizdagi yuragingiz urayotganligini his qilganingizda, ichingizdan tayyorligingizni anglaysiz. Hayotda borligingizni anglagan inson hamma narsa qiladi. O'zingizga oyoq qo'yasiz. Hech kim pulsizlikdan o'lib qolmagan, muvaffaqiyatsizlikdan o'lib qolmagan. Siz faqat oddiy narsalarga yopishib olmang. Bu narsalar sizga juda ham ko'p narsalar berayotganligini anglang, his qiling. Turgan joyingizda ortingizga qarang. Ortingizda siz bosib o'tgan tajribalaringiz bor. U tajribalaringiz mana shu hozirgi muvaffaqiyatsizligingiz, qarzdorligingiz sizga juda ham katta dars bergan. Siz o'shalarni anglagan kuningizdan boshlab siz ulg'aygan inson sifatida qabul qilinasiz. Borliqda tebranish degan qoidasi bor, qonuni bor. Tebranish qonuni siz nimaga qanaqa holatda tebransangiz, siz vaziyatingizga qarab borliq sizga o'zini tuhfalarini beradi. Zero Alloh mo'jizalari ulkan. Uni to'xtatib ham bo'lmaydi, uni kamaytirib ham bo'lmaydi. Faqat siz bunga ishonsangiz bo'ldi. Ishonsangiz albatta ko'rasiz. Men epladim, siz ham epla olasiz. Hozirgi pulsizligingizga, pul kemayapti degan insonlarga ham bitta maslahatim, bu sizni hozirgi holatingizda sizga faqat ilm yordam beradi. Ilmdan boshqa insonni yuksaltiradigan narsa yo'q. Siz qancha ko'p ilm olasiz, ilmlaringiz ustida ishlaysiz, o'zligingizga qaytasiz, o'zligingizni tan olasiz. Zero sizni qachonlardir Alloh bu dunyoda yaratganida ruhingizga tanangizni libos qilib berganda, uni ichiga ilohiy nurini, ilohiy muhabbatini puflab sizga jon berganida, sizga niyat qilib jon bergan. Siz orqali yerda nimanidir ko'rmoqchi bo'lganligi uchun sizni bu dunyoga keltirgan. Faqat siz o'zingizga zulm qilib qanaqangidir onglarda yashaysiz. Bu ongdan chiqish uchun sizga faqat ilm kerak. Men tavsiyam prof kursda o'qib, mana shu narsa, men anglagan haqiqatlarni sizlar ham anglaysizlar. Men barchaga tavsiya qilaman. Hammalarga o'zingizlar yordam bera olasizlar. Men shu narsani aytaman. Bu narsani qila olishingizga kuchinglar, sabringlar hamma narsa yetadi. Hammaga yetadi. Mana shu gruppada hammamiz shu gruppada ekanmiz. Qaysi holatlarimiz bir-birimizga mos, ichki holatlarimiz bir-birimizga mos. Shuning uchun bu joyda to'planib turibmiz. Siz o'zingizga yordam bering.
albatta bu narsadan chiqib ketasiz. Ilm olishdan to'xtamang va o'zligingizni biling, kimligingizni anglang va bu dunyoga shunchaki kelib kelganligingizni tushunib yeting. Men buni hammaga tilayman. Hammaga omad, baxt, xayrli munosabatlar tilayman. Hammanglarga omad tilayman.